Korobka holatda 2 xonalik birinchi qavatdan kvartiramiz sotuvga chiqyapti. Kvartiramiz dubleks holatda, podvallar bilan birga qo'shilib sotyapti. Podvali ham 3 metrdan baland, 320 deb aytishyapti quruvchilarimiz. Ichkariga kirib video obzorini ko'ramiz. Podval qismidan ko'rsatishni boshlaymiz sizlarga. Kiraverishda podyezddan shunday kiraverishga kattagina koridor, koridordan shundagina podvalga kiradigan eshik. Polnotselni katta joyi, kiraverishda mana shunday katta plashatka, buni o'zingiz xohlaganday bo'lab olib, ikkita, uchta xona qilishingiz imkoniyatiga ega, hamda sanuzel qilish imkoniyatiga ega. Kanalizatsiyalar, suvlar o'tgan. Har bitta 4 tomondan derazalari bor, balandligi 3.20 aytganimday, chiroyli monolitni qilib betonlar mustahkam qurilgan. Mana bu tomondan birinchi qavatdan litsenziya qilib, bu yo'qni ham qo'shib dubleks qilishingiz mumkin. Kvartiramizni tanishtirib o'taman sizga. Birinchi etaj, mana shunaqa chiroyli eshiklar qilib qo'yilgan. Kiraverishda kattagina prixoshka, to'rimizda yotoqxonamiz 3.5 ga 5 ni tashkil qiladi, hamda bitta mehmonxonamiz. Koridor bo'ylab to'rda sanuzel qismi hamda kattagina oshxona qismi. Oshxona qismiga ham ikki tomonga ham deraza bor, bemalol shamol aylanadi. Kvartiramizning ma'lumotlari: gazlashtirilmagan, gazi yo'q, to'liq elektroenergiya bilan ta'minlangan, umuman muammo yo'q, gazi yo'q, svet, suvlardan umuman muammo yo'q. Stяжкасы, shtoturkasi hammasi qilib qo'yilgan, kadastr hujjatlariga ega, vodogan primoy 30 ga o'tadi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 43.500 AQSh dollariga baholadik. Kvadrati 68 kvadrat. Birinchi etaji 68 kvadrat podvali, ya'ni 2 xonani 4 xona, 5 xona qilib, ko'p oilali odamlar remont qilib, bemalol mazza qilib yashashlaringiz mumkin. Kimga bu kvartira qiziq bo'lsa, pastdagi telefonlarga telefon qilib aloqaga chiqing, ma'lumot yana beramiz. Manziliga kelib o'tsak, manzili ekskavatorni Dilnoza Samir Tekstil degan binoni hamma bilsa kerak, shuni orqa tomonida.